Yo'q, hormanglar bolalar. Qalaysizlar? Anjan naroziymi bu? Meni tanidingizmi? Tanimadingizmi? Instagram bormi? Rosh keramikaga obuna bo'lganmisiz? $100 yutib olasiz. Mana ko'pchilik so'raydi, yo'q, yoshlardan ham so'raydi. Mana nechinchi yilsiz, nechaga kirdingiz? Ha? 2011 mana gap yo'q. Qani ko'raylikchi? Hozir ko'ramiz, bosingchi ko'ramiz. Obuna bo'lgan ekansiz-ku. Agar 10 ta videoga like bosgan bo'lsangiz, Telegram kanalimiz bor. Obuna bo'lgan bo'lsangiz $100 beraman. Ko'ramiz. Qani? Xudo qilaylik. Nima like bosmagansiz uka? Obuna bo'lgan ekansiz. Like bosish kerak edi-da. Ota-onangiz nima ish qilishadi? Men sizga to'g'risi $100 bergim kelyapti. Hozir so'raymiz. Agar mana shu videomiz 10 kun ichida 100 ming ta like yig'sa, shundoq kelaman $100 tashlab ketamiz. Bo'ladimi shunaqa qilsak? Instagramga qo'yaman videoni. Bo'laveradimi? Qarang, 1 dan 30 gacha xohlagan soningizni ayting. Nech? 20 mi? Mana bu $100 dan tashqari. Sanang, 20 gacha. Qaysi biri chiqsa, sizniki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 oling. 20 chiqdi. Ko'rdingizmi, arasida 200 ming talik, 100 ming talik har xil pullar bor-a. Qaranglar, mana shu 2011-yil, ismingiz nima? Aslida ukamizni $100 yutishni xohlasanglar, endi bu ham o'yin. 100 ming ta like yig'sa 10 kun ichida shu videomiz. Kelaman, video qilib, mana shu $100 sizga berib ketaman. Har ko'rsatamisiz? Rishondamiz-a? Charchamang, mana oila boqaman deb yoshligidan harakat qilgan bolalar, xudo xolasa kelajagi zo'r. Uka charchamang. Like bosamiz.